Uy bekaligini san'at darajasida tushunishni boshladim. Bilasizmi? Bitta qizimiz bor edi. Sevarib, Farhodimni. Ko'p joyda aytaman. Shu qizimizchi darsga kechga qolib kelsa ham, uyi joyi bolalarni tinchitib kelgan bo'lar. Shu qizni quchoq olasizchi, ana kiyim yuvadigan linorlarnichi maxsus hidi bo'lardi. O'sha nomini topib uyda kirib yursam o'sha hid chiqmasdi-da. U ximikat hid chiqadi uyimda. Undachi qanaqadir qo'shimcha hid bor-da. Keyin aytadi, "Mani uyimdan, podyezdlarimdan ham keladi" deyshadi qo'shnilar. Bilasizmi, chunki uyimni shunaqa qilmasam chiqa olmayman-da, dedi. Men keyin tushunib yetdim. Baxtni hidi bo'lar ekan. Ayolda uy bekalligidan minnatdor bo'lib, mazza qilib uyda ish qilayotgan ayollar uyini maxsus hidi bo'lar ekan.